Bolalarni emaklashga o'rgatish uchun 7 ta maslahat. Birinchisi, bolani qorniga yotqizganimizda ko'krak sohasiga katta bo'lmagan yostiq, valiklarni qo'yish, hattoki o'z oyoqlarimizdan foydalansak ham bo'ladi. Bu holat bolaning qo'l va oyoq mushaklarini yaxshi rivojlanishiga, kuchga to'lishiga olib keladi. Ikkinchisi, bolani qorniga kiyimsiz holatda yotqizish. Bu bolalardagi sezish va harakat markazlarini yaxshi shakllantiradi. Qachon bolalarning qo'l va oyoq hamda tanasi yerni yaxshi his qilsa, harakatlanish shuncha yaxshi bo'ladi. Uchinchisi, bolalarni emaklash holati, ya'ni qo'l va oyoqlarni yerga tekkizib, qo'limiz bilan ushlab turib tebratish. Bu bolalarning emaklashga bo'lgan qiziqishini orttiradi. To'rtinchisi, bolani oyoqlarini va chanoq sohasini oyoqlarimizga qo'yib, bolani qo'liga tayanishga qo'yib berish. Bu bolaning qo'l, kurak, ko'krak hamda bel mushaklarini yaxshi rivojlantiradi. Beshinchisi, qo'l bilan bolaning ko'krak hamda qorin sohalaridan ushlab, bolaga og'irlik tushirmagan holatda bolani emaklashga o'rgatish kerak. Oltinchisi, bolalar to'liq emaklashni o'rganmasdan turib ularga o'tirishni o'rgatish kerak emas. Emaklamasdan turib o'tirishni o'rganib olgan bolalar kech emaklaydi. Yettinchisi, bolaning atrofiga turli xil chiroyli va qiziqarli o'yinchoqlarni qo'yib, uni harakat qilishga qiziqtirish kerak. Bu mashg'ulotlarni bolaning 5 oyligidan keyin yengillik bilan qilish kerak. Qilayotgan vaqtda bolaning qo'l va oyoqlariga nagruzka tushirib qo'yish kerak emas. Normada emaklash jarayoni 6 oylikdan 13 oyliklar orasida bo'ladi. Elektron o'yinchoqlar bolalarning kech va noto'g'ri gapirishiga, aqliy rivojlanishini orqada qolishiga hamda odamovi bo'lib qolishiga olib keladi. Bunday o'yinchoqlarni o'z bolalariga olib bergan ota-onalar xato ish qilishadi. Gapiradigan, yuradigan, o'zidan yorug'lik chiqazadigan o'yinchoqlar bolalarga zararli ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bolalar nima uchun bunday bo'layotganligini tushunishmaydi. Baland ovoz esa har doim bolalarni qo'rqitib yuboradi. Oddiy yumshoq o'yinchoqlar esa bolalarni aqliy rivojlanishini tezlashtiradi. Bola bunday o'yinchoqlarni ushlaganda ularning shakli o'zgaradi va ovoz chiqadi. Bola bu narsalarni o'zi qilayotganini aqlan tushunib yetadi. Bu bolalarning sezish, eshitish hamda ko'rish a'zolarini yaxshi rivojlantiradi. 4 yoshgacha bo'lgan bolalarga hech qanday telefon hamda elektron o'yinchoqlarni berish mumkin emas. Sizningcha elektron o'yinchoqlar bolalarga yaxshi ta'sir ko'rsatadimi yoki yomon? Keyingi reelsimiz elektron o'yinchoqlarni bolalarga nojo'ya ta'siri haqida olib borilgan ilmiy tadqiqot haqida bo'ladi. Bolalar uchun foydali va zararli bo'lgan narsalarni bilish va o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Gapiruvchi, yuruvchi, o'zidan tovush chiqaruvchi o'yinchoqlar bolalarning aqliy faoliyatini tormozlaydi. Lekin ko'pchilik ota-onalar bu o'yinchoqlar bolalarni tezroq gapirtirishga, aqliy faoliyatini yaxshilashga yordam beradi deb o'ylashadi. Aslida esa uning teskarisi bo'ladi. Amerikada o'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatdi. Tajribada 26 ta oila qatnashdi va 1 yoshdan 1,5 yoshgacha bo'lgan bolalar tanlab olindi. Ularga 3 turdagi o'yinchoqlar berildi. Birinchi tur telefon va elektron gapiruvchi o'yinchoqlar, ikkinchi tur taxtali bosh qotirmalar hamda rasmli kubiklar. Uchinchi tur hayvonlar va gullar rasmi bor kitoblar, turli xil shakldagi o'yinchoqlar berildi. Birinchi tur o'yinchoqlarni o'ynagan bolalar hammadan kech gapirishgan va so'z boyligi ham hammadan kam bo'lgan. Birinchi tur o'yinchoqlarni o'ynagan bolalarning ota-onasi bolalari bilan kam gaplashgan va bu bolalar boshqalar bilan muloqotga kam kirishgan. Muloqotga kirishda qiyinchiliklar yuzaga kelgan. Uchinchi tur o'yinchoqlarni o'ynagan bolalar hammadan vaqtli gapirgan hamda so'z boyligi ham boshqa o'yinchoqlarni o'ynagan bolalarga qaraganda ko'p bo'lgan. Siz bolalaringizga necha yoshdan boshlab telefon hamda gapiruvchi o'yinchoqlarni bergansiz va bular bolalaringizga qanday ta'sir ko'rsatgan? Keyingi reelslarda arzon, plastmassa hamda rezinka o'yinchoqlar tarkibidagi zaharli moddalar haqida gaplashamiz. Bolalarni yuqoriga otib kuldirish, siltash mumkin emas. Bunday holat ko'p takrorlansa, bosh miyada qon aylanishi buziladi. Bolalar injiq, ko'p yig'laydigan bo'lib qolishadi. Ko'p qusish hamda uyqu buzilishlari ham kuzatiladi. Eng og'ir ahvolda esa o'limga ham olib kelishi mumkin. Ko'pchilik ota-onalar bolalarni xursand qilish, kuldirish uchun bolalarni yuqoriga otib, keyin ilib olishadi. Aynan shu vaqtda bolalarning bosh miyasi jarohatlanadi, satreseniyasi kuzatiladi. Bolalar yuqoriga otilganda va silkitilganda bosh miya bosh suyagiga borib uriladi va jarohatlanadi. Bolalarning bo'yni yaxshi rivojlanmaganligi, boshi tanasiga nisbatan katta bo'lganligi hamda qon tomirlarining mo'rt bo'lganligi sababli bolalarda bosh miya jarohatlanishi tez bo'ladi. Ko'pchilik ota-onalar bolalarni yumshoq divan va kravatlarga yengil ochadi. Bu ham
mumkin emas. O'zingizni bolalarning o'rniga qo'yib ko'ring. Sizni 5 metr balandlikka otib, keyin ilib olishsa, qanday holatga tushasiz? Sizchi farzandingizni yuqoriga otib kuldirasizmi? Sizningcha bu holat xavflimi yoki xavfsiz? Hech qachon bolalarni majburan o'tirg'izishga, turg'izishga va yurgizishga harakat qilish kerak emas. Hali bola tayyor bo'lmasdan turib bunday qilsak, bolalarning oyoqlarini qiyshayishiga, chanoqson hamda bel o'mirtqalari zararlanishiga olib kelishimiz mumkin. Har doim rivojlanish ketma-ketlikda bo'ladi. Dastavval bolalar emaklaydi, keyin esa o'tirishni boshlaydi, keyin esa yurishni boshlaydi. Ya'ni rivojlanish ketma-ketlikda bo'ladi. Aynan shunday rivojlanish kerak. O'tirish odatda 6 oylikdan keyin, emaklash esa 6 oydan 13 oy oralig'igacha bo'ladi. Yurish esa odatda 1-1,5 yoshlar orasida kuzatiladi. Bu o'rtacha ko'rsatkich edi. Ko'pchilik ota-onalar bolam emaklamayapti, bolam o'tirmayapti, bolam yurmayapti deb bolalarni majburan o'tirg'izishga va turg'izishga harakat qilishadi. Bu esa bolalarni yana ham kechroq yurishi hamda o'tirishiga olib keladi. Chunki bola bu holatda travma olish ehtimoli juda ham katta. Nega tomog'imiz og'riydi? Tomog'imizda bizni himoya qilib turadigan angina, ya'ni bodomsimon limfoid to'qima joylashgan. Angina immunitetimizning bir qismi. U burun hamda og'iz orqali kiradigan virus va bakteriyalardan himoya qilib turadi. Organizmga infeksiya tushganida angina qizaradi va shishadi. Yallig'lanish qancha kuchli bo'lsa, og'riq ham shuncha kuchli bo'ladi. Kasallikni aynan tomoq og'rig'i vaqtida davolagan yaxshi. Agar kasallik davolanmasa, infeksiya bronx va nafas yo'llariga, ya'ni o'pkaga o'tib ketish ehtimoli juda ham katta. Bolalardagi bronxit va pnevmoniyalar ham oddiy tomoq og'rig'ini yaxshi davolamaslik natijasida kelib chiqadi. Bolalarning tomoq og'rig'iga aslo befarq bo'lmang. Beshikda ko'p yotgan bolalarning boshida qiyshayishlar, gipertonus, qo'l va oyoq mushaklarining yaxshi rivojlanmasligi kuzatiladi. Beshik hattoki bolaning aqliy faoliyatini ham sekinlashtiradi. Bolangizning aqlli va yaxshi rivojlanishini xohlasangiz, hech qachon ularga beshik, hadnok hamda bolalarning yurishi va sakrashini imitatsiya qiladigan talkatorlar olib bermang. Bolani ovutish uchun hech qachon telefondan foydalanmang. Beshikda bolalar soatlab bir xil holatda yotishi natijasida suyak va mushaklari yaxshi rivojlanmaydi. Siqib boylanish natijasida esa qon yaxshi aylanmaydi. Bolalardagi bosh qiyshayshi butun umrga saqlanib qolishi mumkin. Bolalarni uxlatish uchun qattiq tebratish natijasida bolalarning miyasi chayqaladi. Bu esa bolalarning kelajakda aqliy faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Bola beshik tebragani uchun emas, tebratish natijasida charchagani uchun uxlaydi. O'zingizni farzandingizning o'rniga qo'yib ko'ring. Sizni 3 soat davomida qimirlay olmaydigan darajada boylab, u yoqdan bu yoqqa tebratishganda o'zingizni qanday his qilgan bo'lardingiz? Bu sizga yoqadimi yoki yo'q? Hadonoklar va talkatorlar hech qachon bolani yurishga o'rgatmaydi. Ular bolalar oyoqlarini qiyshaytirib yuboradi. Bolalar oyoqlari O yoki bo'lmasam X simon bo'lib qiyshaydi. Bolalar oyoq uchida yuradigan bo'lib qolishadi. Beshik va hadonoklarning zararli ta'siri yo'q. Ularning zararli ta'sirini ko'rmaganmiz deyuvchilar diqqatiga. Yon atrofingizdagi qiyshiq boshlarga qarang. Oyoq uchida yurgan bolalarga qarang. Va har oy massaj kursini olayotgan bolajonlarga qarang. Sizning yosh bolalari bor tanishlaringiz har oy massaj olishadimi? Umuman massaj olishadimi? Beshikda ota-bobolarimiz, ularning ham ota-onalari yotishgan, hech narsa bo'lmagan, farzandim ham beshikda yotadi deydiganlar ham bor. Ota-bobolarimiz otda yurishgan, sizchi mashinada yurasiz. Ular kurtka va palto kiyishmagan, ular cho'pon kiyishgan, sizchi nima kiyasiz? Ular krossovka va tufli kiyishmagan, ular maxsi kalish kiyishgan, sizchi nima kiyasiz? Agar barcha savollarga ota-onalarimiz qilgan, uning zararli ta'siri yo'q, biz ham shuning uchun qilamiz deb javob qaytarsangiz, ular qilgan barcha ishlarni qiling, o'zingiz uchun qulay bo'lgan ishlarni emas. Ota-bobolarimiz beshikda yotgan bo'lishi mumkin, lekin bolalarga pampers kiydirishmagan. Ota-bobolarimiz telpey kiygan, cho'pon kiygan, maxsi kalish kiygan, otda yurishgan. Sizchi urf-odat, ota-bobolarimizdan qolgan urf-odatga amal qilasizmi? Bir xil odamlar bor, o'ziga kerakli bo'lgan narsalarni qiladi-da, o'ziga noqulaylik tug'dirgan narsalarni qilmaydi. Ilm-fan rivojlanishi natijasida oldin to'g'ri deb bilgan narsalar hozirda noto'g'ri bo'lib chiqadi. Ya'ni ilm-fanni aqli yetmaydigan narsalar ham bor. Men u haqida gapirmayman. Men ilm-fan isbotlab bergan narsalar haqida gapiraman. Xo'p, ras ota-bobolarimiz urf-odat deyotganlar diqqatiga. Ota-bobolarimiz pampers ishlatishmagan, telefon ishlatishmagan. Ya'ni bu zamon talabi bilan zamon texnika rivojlangandan keyin kirib chiqqan narsalar bizga. Xo'p, bunda sizlar ham ishlatmaylar.
ota-bobolarimiz ishlatmagan-ku. O'yinchoqlardagi zaharli moddalar eng xavfli zaharlardan biri qo'rg'oshin. Qo'rg'oshin bolalardagi allergik kasalliklar, yurak, jigar, buyrak kasalliklarini keltirib chiqaradi. Bolalar asabiy, nervli, o'z-o'zidan baqiradigan, injiq bo'lib qolishadi. Uzoq vaqt ishlatilganda esa bolalarning aqliy faoliyatini tushirib yuboradi. Ikkinchisi fenol, o'ta xavfli zaharlarning ikkinchi sinfiga kiradi. Fenol bolalardagi stomatit, tez shamollash, bronx va o'pka kasalliklarini keltirib chiqaradi. Ko'rish o'tkirligini ham pasaytiradi. Metanol va toluol oshqozon ichaklariga zararli ta'sir ko'rsatadi. Ko'ngil aynish, qusish, ich ketishi, ich qochish holatlarini keltirib chiqaradi. Uzoq vaqt ishlatilganda bolalarning aqliy va ko'rish o'tkirligini pasaytiradi. Bunday zaharlar odatda arzon, sifatsiz va sertifikatga ega bo'lmagan Xitoy o'yinchoqlarida bo'ladi. Mattel kompaniyasi Xitoydan kelgan har 4-qo'g'irchoqda qo'rg'oshin miqdori o'ta balandligini isbotlab bergan. Siz farzandingizga o'yinchoq olayotganingizda hech sertifikat so'raganmisiz? Keyingi rilsimiz ham aynan bolalar o'yinchoqlari haqida bo'ladi.